Assalomu alaykum ustozlar. Texnologiya fanimizdan 8-sinf uchun dizayn yo'nalishi bo'yicha dars o'tishga harakat qilamiz. Bugun darsni boshlashdan oldin sizlarga ozginagina nima deydi, kayfiyatni ko'tarish uchun yoki qiziqarli savol, men sizlarni o'ylantirish uchun qiziqarli savollarimiz bor-da. Bittadan tanlab olamiz. Tezda. Ochmay turamiz, oxirida bitta ochamiz, ha? Sizlarga estalgan bo'lib qoladi bugungi darsimizdan. Mana. Siz ustozlar ichida a'losiz. Zo'r, eng munosib tushibdi. Sonra kechagina mandasi nima bo'lsa o'sha gaplar tushibdi. Siz eng mas'uliyatlisiz. Voy. Siz guruhimiz faxrisiz. Siz ijodkor ustozsiz. Siz sevimli ustozsiz. San'atchan ustozsiz. Sizlarga barmoqchalar, ya'ni 5 barmoq metodi bo'yicha barmoqlar tarqatildi. Bu bo'yicha biz o'zimiz baholab boramiz. Hozir mana ko'ryapman, deyarli hammamiz formadamiz. Formamiz uchidan bittadan barmog'imizni buklashimiz mumkin forma uchun. Endi biz o'tilgan darslarni bir qator eslab, darsga kirib olishimiz uchun men kimman metodidan foydalangan holda texnologiya faniga kirib olamiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, men bu yerda doskaga taklif qilaman va darsimizni qirol va qirolichalar etib saylab metodimizni davom ettiramiz. Marhamat. Xohlovchilar. Yo'q, ko'p. Atamalar deydimi? Shu tepada men bu yerda yozilganlarni bularni men bittaga yopishtirib qo'yaman. Bunda bular o'zi bilmaydi, lekin sizlarda ta'rif berishlaring orqali bular o'zlarining kimligini, nimaliklarini topishadi. Tushunarlimi? Ko'rindi hammaga. Ta'rif berishni boshladikmi? Bittadan qo'l ko'tarib, marhamat opay. Eng mas'uliyatli kasblar. Mana. Yo'q, eshiting birinchi. Odamlarga yordam berasiz, xo'p? Bor. Etmaydi, nomini etmang. Siz insonlar davolaysiz. Shifokor. Rahmat. Iloji boricha rahmat opay, joyingizga o'tirishingiz va bitta barmoqchingizni buklashingiz mumkin. G'olib aka. Aytib qo'ydingizmi? Nimaga gap turasiz odamlar? Boshladik, ta'rif. Siz tik turganda ilgasiz yoki qiz bor. O, zo'r ta'rif bo'ldi. Yana. Ha, opay. Faqat yana kimda bor? Domla? Faqat zarb beramiz xolos. Xo'p. Yomon tegasiz. Yomon. Marhamat. O. Aytavering. Bo'l. Bormi javob? Bo'lg'acha. Rahmat. Yo'q. İçinizde o'qing, ha, ichingizda o'qing. Markerni yozib chiqing. Marker oling. Bo'ldikmi? Ta'rif berishni boshladik. Marhamat. Zamonaviy kasblardan. Zamonaviy kasbsiz. Siz faqat o'tirib ikkita son bilan ishlaysiz. O? Hamma kasb egalari bilan ishlaysiz. Yana bormi? Domla? Aqlingizni ko'proq ishlatasiz bizga nisbatan. Ha, o'qi. Biz siz ishlaymiz. Voy, ana, voy. Shunaqangi noyob kasb. Raqam va so'zlar bilan ishlaysiz. Молодец. Hali faqat siz ishlaydi. Siz Kechasi uchun eng qiyin muammo. Domla? Eng zamonaviy kasb. O? Asosan o'shanga qarab bor. O. Uyda o'tirgan joyingizda pul ishlaysiz. Haydovchilarmi? O'shani naqarog'i. Aylantiring. Bezovta qilamiz sizni.
Aytdim de, yaqin. O'shani umumiy holati nima deydi? Qanaqadir kasb. Aytiga turadigan Ha, kasb turi. Ko'proq kodlar bilan ishlaydi. Aha. Shu kasbi. dasturchi. Ha, молодец. Rahmat o'poy. Demak, bugungi mavzuyimiz 8-sinf dizayn yo'nalishi bo'yicha yigitlarimiz uchun suv quvurlari va kanalizatsiya mavzusi. Hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bo'lib kelib turgan suvni isrof qilmaslik va suvni qayta ishlash. Demak, bugungi rejalarimiz suv quvurlari turlari, birinchisi, ikkinchisi plastik quvurlarni payvandlash, ya'ni quvurlarni bir-biriga ulashimiz payvandlash deyiladi. Uchinchisi kanalizatsiya tizimi. Demak, suv quvurlarining turlari bu o'zimizda uchratiladigan suv quvurlarimiz. Birinchisi metaplastik quvurlar, ikkinchisi polipropilen quvurlar, polietilen quvurlar va metal quvurlar. Metaplastik quvurlarimiz o'zi tuzilish jihatidan mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Quvurlarimiz qismlardan iborat bo'ladi. Bu qismlari birinchisi ichki qatlam, ya'ni yuqori zichlikdagi polietilen ichki qatlami. Hozir qo'llaringga ushlab ko'rishlaring mumkin, tarqataman. Ikkinchisi alyuminiy qatlam. Oralig'ida alyuminiy qatlam bo'ladi. Keyin tashqi qatlam yuqori zichlikdagi polietilen va bu o'rtasidagi qatlamlari har bitta qatlamni bir-biriga yopish uchun yopishqoq qatlamdan iborat bo'ladi. Bitta uzatib ko'rib chiqishlaring mumkin. Keyingisida polietilen quvurlarimiz. Bu polietilen quvurlarimiz asosan plastmassa, ya'ni plastik quvur bo'lib, bunimiz sovuq, ya'ni sovuq suvlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Issiq suvlar uchun menda e'tibor bersangiz, ikki xil holatda o'zgar, ya'ni ikkita farqini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisida issiq suv uchun orasida qizil, ya'ni tasmaga o'xshagan ko'rinyapti. Bu qizil qatlamga ega bo'ladi. Bu issiq suv uchun foydalaniladi. Bu quvurdan nima sababdan bu qatlam qo'yilgan desa, issiqqa chidamli bo'lish uchun, ya'ni issiqda bilsangiz plastmassa materiallarimiz eriydi ma'lum bir miqdorda. O'ta erib teshilib ketmasa ham, lekin yuqori haroratda erib o'z xususiyatini yo'qotadi. Shu sababli bu qizil qatlamga ega quvurlarimiz faqat issiq suv uchun mo'ljallangan bo'ladi. Polipropilen quvurlarimiz bu o'zi qalinlik jihatidan qalin va bu ham issiq suv uchun, ham sovuq suv uchun mo'ljallangan quvurlar hisoblanadi. Buni xususiyati issiq suvga ham chidamli. Ya'ni o'zini tarkibidagi material tarkibida issiq suvga ham chidamlilik nimasi xususiyati ko'proq. Endi bunisi metal quvurlarimiz. Metal quvurlarimiz metal o'zi nima o'qituvchi? Opoylar, sizlarga savol. Metalimiz o'zi necha xil bo'ladi? Ikki xil. Qanday? Qora va rangli metal. Qora metallarga qaysilar kiradi? Po'lat va jo'yan. Po'lat, jo'yan metallarni, ya'ni temir qora metallarni ko'proq muddat saqlash uchun nima qilamiz? Masalan, quruq joyda saqlaymiz. Xo'p, yana nima? Korroziyaga uchramaslik uchun nima qilamiz? Kraskalanadi. Asosiysi shu. Kraskalashdan maqsad nima ekan? Korroziyaga uchramasligi va ikkinchisi yana nima uchun? Uzoq muddat saqlash yana? Bizga xizmat qilish uchun. Asosan uyda dizayni uchun ham. To'g'rimi? Sifatli, chiroyli bo'lib turish uchun ham bular kraskalanadi, ya'ni rang beriladi. Rang berishdan maqsad uni uzoq muddatga chiroyli saqlab turish uchun ekan. Endi O'zbekiston hududida asosan 3 xil uchrar ekan bu quvurlarda. Birinchisi polietilen quvurlarimiz asosan katta hajmdagisi suvlarni, ya'ni u yoqdan bu yoqqa nima o'tkazdirish uchun, suvlarni yo'nalishini o'zgartirish uchun. Temir quvurlarimiz bor. Endi bunisi stekuloplast quvurlar. Stekuloplast quvur qanday bo'lishi mumkin? Eshitganmizmi buni? Aha, yaxshi. Yana. Молодец, yaxshi. Demak, tarjimasidan kelib chiqdik, to'g'rimi? Stekuloplast quvur shunday ekanki, stekuloplast quvur shisha
ya'ni shisha maydalangan shishalar bilan plastmassani aralashmasidan hosil bo'ladi va bu stekloplast quvurda suvingiz muzlamaydi. Agar bilsak suvni turbalardagi suv yoki mashinadagi suvlar muzlamasligi uchun nimadir qandaydir modda qo'yiladi. Suv muzlamasligi uchun antifriz qo'yiladi. Xuddi shunga o'xshagan bu turbamizda ham suvimiz muzlamas ekan. Endi quvurlar bilan tanishdik. Endi bularni qanday bir-biriga ulaymiz va qanday yo'nalishini o'zgartiramiz. Bizda quvurlarni yo'nalishini o'zgartirish uchun mana bunday jihoz bor. Bu o'zimizda xuddi tirsak bizni qo'limizni harakatlanish uchun, yo'nalishni o'zgartirish uchun yordam bergani kabi, mana bunday tirsak deyiladi. Bu tirsak turbani yo'nalishini o'zgartirishga yordam beradi. Biz bu quvurlarni bir-biriga ulash uchun mana bunday payvandlash dazmolidan foydalanamiz. Bu dazmolimiz bitta dazmol asosdan iborat va uni mana bunday qolipchalar, ya'ni nasatkalaridan iborat bo'ladi. Bular o'zini o'lchamiga qarab, ya'ni turbamizda razmer o'lchamiga qarab, bular ham turlicha bo'ladi diametriga qarab. Masalan, 40 millimetrlik, 63 millimetrlik va eng kichkinasi bo'lar ekan 20 millimetrlik turbalarimiz uchun mo'ljallangan nasatkalarimiz bor. O'tilgan darsimizda buni qismlari haqida nazariy gaplashib o'tganmiz. Demak, shu nazariyani amaliyotda qo'llash uchun o'quvchilardan yana kim bajarib beradi? Xo'p, hurmatli ustozlar, bu dazmolni ishlatish uchun mana bunday nasatkalar ishlatiladi. Turbani diametriga, razmeriga qarab nasatka tanlanadi. Misol uchun mana 15 lik deb oladigan bo'lsak, nasatkani ham 15 lik olamiz. Agar 20 lik turba bo'ladigan bo'lsa, nasatka alishadi. 20 lik qo'yiladi. Xo'p, buni qotirish usuli qanday? Bular ham bir necha turga bo'linadi. O'zi asli nasatkani mana bolti bor. Bular bir-biriga kiydirib qotiriladi. Ya'ni bittasi bir tomonga, ikkinchisi ikkinchi tomonga qo'yib, sekin harakatlar yordamida xotira bo'lganimizdan keyin tokga ulaymiz va datchigiga nazar tashlaymiz. Agar datchig o'zgarsa, demak bu ishga tayyor bo'ladi. Datchig hozir zangor yonyapti, ikkinchi datchigi yongandan keyin bu dazmol ishga tayyor. Qizigan holatda ishga tayyorligini bilishimiz mumkin. Ishlatish prinsipi Bunga e'tibor bersalaring, deyarli bunisidan bunisi katta. Mana shu holatda mana bu usuldan foydalaniladi. Ya'ni kattasi, kichkinasi kirgiziladi, mana u katta ichiga eritib tiqiladi. Ma'lum bir darajada qizib olgandan keyin buni oxirigacha bosib turib, tezda chiqarib, joy-joyiga moslab turib, qotirib ushlab turamiz. Qizigandan keyin davom ettiraveramiz. Millati bo'lmaydi buni. Nima qilib, hali qotmayapti deb burradan bo'lmaydi. Eng katta xatomiz mana shu bo'ladi, burrasi. Sovuq qoladi. Sovuyda ham qiyshiq bo'lib qoladi. Mana bu yerda shu plastik quvurlarimizni payvandlash uchun kerak bo'ladigan shu dazmolimiz. Mana bu yerda plastik quvurni qirqishimiz uchun, kesish uchun kerak bo'ladigan maxsus o'zini qaychisi. Endi bu yerda turlari. Mana buni aytdik, tirsaklari, mana boltli turbalarimiz bor-ku, gaz chiqarganda yoki temir turbalarga qatirish uchun mana bunday bolt gaykalilarini ham ko'rishimiz mumkin. Endi magistral suv quvurlarini payvandlash jarayoni. Magistral suv quvurlar degan juda katta hajmdagi suv quvurlarini, ya'ni payvandlashimiz ham xuddi shu dazmolni, ya'ni kattalashgan shaklida mana shunday ko'rinishda bo'ladi, ya'ni o'ziga mos. Bu ham o'sha isitib yoki plastik quvurlarni eritish orqali bir-biriga yopishtiriladi, birlashtiriladi. Endi magistral suv quvurlari bu metallar uchun. Endi bunda butulka, ya'ni bitta butulka bilan flanesimiz tepasidagi halqachasi, o'rtasidagi butulkasi hisoblanadi. Bu ikkita turba bir-biriga birlashtirilib, bolt gaykalar orqali qatiriladi. Keyingi sinovda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, ya'ni temir suv quvurlarini ikkalasi bir-biriga yaqinlashtirilganda, mana bu yerdagi butulkalar bolt gaykalari yordamida birlashtirib qotiriladi.
Bunimiz ventil, ya'ni o'zimizda xalq tilida zadvishka deyiladi. Bu gaz yoki suvlarni to'xtatish uchun, ya'ni bosimda to'xtatish uchun mo'ljallangan qurilma. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Har biri, masalan, gazimiz uchun temirliklari bo'ladi. Oddiy suv uchun esa plastmassa bo'ladi. Buni harakatini ko'rsangiz, ichida ya'ni ochiq holatda bo'lsa, buni yopishimiz va ochishimiz orqali mana bekiladi yo'nalishi va bu holatda ochiladi. Endi bu yerda sifon, ya'ni gofra. Sifon nima? Mashinamizda bor. Yana. Rakvinalarni Nima uchun ishlatamiz? Suvni chiqarib yuboradi, sassiq daqa chiqmaydi o'sha. Hop. Gofrani vazifasi nima ekan? Gofradan nima uchun foydalanamiz? Chiqindi suv chiqish uchun, yana. Hop, yana. Hid chiqmaydi. Qarang, shu hid chiqmaydi deganingizda mana sizga goframizda hech kuzatgan bo'lsak, o'sha rakvinamiz tagida mana shu holatda joylanadi, o'rnatiladi. Nima sababdan shu? Ana shu pastga tushgan bukilgan joyida toza suv turadi. Ha. O'shani hisobiga tashqaridagi hidlar, yomon hidlar ichkariga Ha, demak to'g'ri. Demak bizda rakvinadan suv tushganda, mana bu yerdagi o'sha musor axlatimiz pastga tushadi va bu yerdagi katta quvurga o'tganda o'sha axlatni, ya'ni musorlarni hidini chiqmasligi uchun mana bu yerda mana xuddi nima deydi? Qizib ham oldi, endi ishni bajarib ko'ramiz. Tushib turaymi? Ustoz qarashaverish, shu ruchkasini ushlab tursangiz. Mana ishimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p. Biz bilamiz, xonadonimizda ba'zi bir burchaklar uchraydi yoki turbani qayerdadir aylanib o'tishimizga, devorda aylanib, to'siqlar aylanib o'tishimiz uchun mana bunday burchaklar ishlab chiqarilgan. Mana bu 45 gradusli bo'lsa, bunisi mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek farqi. Ya'ni bu tekis burchak hosil qiladi, bu sal qiyroqroq qilib olib ketishimiz mumkin. Qurilyapti. Ishlash prinsipi qanday? Ya'ni qanday holatda u nima deydi, yomon suvlarni qayta ichimlik uchun filtrlab zararsizlantira oladi degan savol keladi. Demak, bu jarayonimiz mana shu rasmda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsangiz, etap suvlarimiz bo'lak va bo'laklarga bo'lingan. Birinchi bo'lakka o'sha yomon suvimiz tushadigan bo'lsa, ikkinchi etapga filtr orqali, ya'ni ozgina tozalangan holatda suvimiz o'tadi. Va undan 3-chi etapiga o'tadi va shu etapimiz 5 marta, 6 marta takrorlanish davomida oxirida mana suvlarimiz toza holatda tushadi. Mana bu yerda rasmda juda chiroyli ko'rsatilgan, ya'ni iflos suvimiz ko'rinyapti. Mana oxirida ko'rsangiz, ya'ni yaxshi tozalangan suvga, ya'ni tozalanib filtrlangan holatda toza ichimlik suvga aylanib turganini ko'rishimiz mumkin. Demak, darsimizni mustahkamlash uchun yana bitta metodimiz orqali sizlarning yordamlaringda darsimizni mustahkamlab, savollarga javob beramiz. Xohlovchilar bormi? Marhamat, yana. Eng faol o'quvchilardan bo'lsangiz. Yo'q, demak, bizda o'yinimizni tanishtirib o'tsam, men olib qo'yaveraymi, domla? Demak, bizda o'yinimizning sharti shundan iboratki, quloq solamiz. Bu yerda ranglar berilgan. Bu diqqatni jamlash ham deyishimiz mumkin. O'zimiz tezkorligimizni sinash uchun mana bu stakanlar orqali men aytgan rangga birinchi o'rinda shu qo'yamiz. Masalan, sariq desam sariqqa, ikkalariga bitta rang aytaman. Ko'rib turibsiz, joyi har xil. Bir-biringizni chalg'imagan holatida. Keyin orada shokolad desam, shokoladni urib, shu shokoladni o'zingizga olishingiz kerak. Bu yutgan o'quvchiga shokolad mukofoti bo'ladi. Yutqizdirgan o'quvchining jazosi mana bu rang tanlaysiz va rangning tagidagi savolga javob berasiz. Tushunarlimi? Boshladikmi? 1, 2, 3 boshladik. Ko'k. Qizil. Sariq. Sariq. Yashil. Qizil. Oq. Ko'k. Qizil. Pushti. Shokolad.
Молодец, yashang. Endi siz bitta rangni tanlaysiz, bu rang ostidagi savolga javob berasiz. Savolni o'qiymiz. Ularga yorug'lik qanday tushadi? Yorug'lik albatta chap tarafda yo old tomondan tushadi. Chap taraf va oldi tarafdan tushadi. Rahmat, to'g'ri. O'tiring. Ana bitta bolacha bering. Ana, ikkita bitta bering. Tez bajaraylik, endi qiziqroq bo'ladi. Boshladikmi? Mana bu oq, ha? Boshladik. Ko'k, qizil, sariq, pushti, oq, ko'k, sariq, qizil, pushti, ko'k, shokolad. Hisobga. Keyin rahm qiling, domla. Hop. Bu orzularim juda cheksiz. Ha, sizning orzularingizdan biri qaysi ekan? Bittasi bilan o'rtoqlashing. Ha. Nima bo'laveradi? Mana shu gruppani oqimati yo'qolib qolmasa bo'ldi. Hop, rahmat. Boshladikmi? Boshlan. Ko'k, qizil, sariq, oq, pushti, ko'k, sariq, qizil, pushti, oq, ko'k, qizil, shokolad. Siz bitta rangni tanlaysiz, u rang ostidagi savolga javob berasiz. Sizga bo'ldi. Menga savol yo'qmi? Tanlar necha xil bo'ladi? Necha xil bo'ladi? 2 xil bo'ladi. Rangli. Rangli va rangsiz metallar. Ha, bo'l. Qora va metallar. Rahmat, yashang, bo'l. Yana bu savolga kim javob beradi? O'qimayman-da, qo'l ko'taring keyin. Yo'q, siz. O'qingizga savol, uyda yolg'iz qolganingiz shug'ullanadigan eng sevimli mashg'ulotingiz. Uyda o'zingiz qo'shilishdan. Молодец, yashang. Keyingisi. Kim javob beradi? Sizda qayta tug'ilish imkoni bergan qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Qaytadan, yashang, rahmat. Bo'ldi. Qolgan. Demak, bugungi dars yoqdimi? Metodlarga gap yo'q. Barmoqchalarimiz bukiladikmi? Orada biringlar ichasiz. Savolga javob berganlar, darsda qatnashgan barmoqlarimiz bukiladigan. Ana bitta zo'r. Demak, darsda hammamiz faol qatnashdik. Barchalaringga rahmat. Endi uyga vazifa shu o'rinda. Mana shunday texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda dazmolimizdan shu plastik quvurlarni stolcha yasab kelamiz. Bu darsimizda bor.